Xo'p, bo'lmasam videomiz boshlandi. Videoni boshida beta versiyamizdagi birinchi yangiligimiz inventar saralanishi funksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Bilasizlar, hammani inventarida mana bu joyda case'lar, populyarnostlari, balobatlarlar hammasi chalkash-chulkash bo'lib turadi. 3.8 versiyadan boshlab esa bu joyga saralash funksiyasi qo'shilar ekan, ya'ni mana bu joyda sizda bor faqat case va lobbylar ko'rinib turadi. Case'ni qayerda deb qidirib o'tirmaysiz mana bu yerdan. Prosta o'sha mana bu case bo'limiga o'tsangiz barcha cases chiqadi. Mana bu yerda sizda bor barcha materiallar va materialga aloqador narsalar chiqadi. Bu joyda esa sizda bor barcha populyarnoslar ko'rinib turadi. Bu joyda esa unaqa maxsus yashichalarda topa olasiz. Menimcha juda ham zo'r funksiya, hammaga foydali. Mana bu yerda boshingiz aylanib ketmaydi-da, sirazi saralangan joydan o'zingizga kerakli narsani qanchaligini bilib olsangiz bo'ladi. Endi esa keyingi yangiligimiz yangi Erangel kartasidagi eventimiz haqida gaplashib o'tamiz. Ikkinchi yangiligimiz tug'ilish orolidagi o'zgarishlar. Tug'ilish orolimizda hozir beta versiyamizda bunaqa kaboblar, shashliklar qo'yilgan. Menimcha bu o'sha Qurbon hayiti uchun tayyorgarlik qilingan va mana bu qo'zichoqni oldiga kelib, donat tugmasini bosib, kaldek qilsak bizga maxsus qo'zichoq mana bu narsasini berar ekan. Donat degani bu ehson degani, tipi ehson qilib maxsus narsani qo'lga kirityapmiz. Buni hozir qanday qilib ishlatishni video davomida ko'rib chiqamiz. Mana o'sha qo'zichoqni oldingiz va yerga tushishingiz bilan qo'zichoqni ishlatib, yaxshigina lootga ega bo'la olasiz. Bu degani keyingi sondan boshlab yerdan qurol oqtarib o'tirmaysiz. Bir joyga yashinib tushib olasiz va qo'zichog'ingizni ishlatib, tayyor unaqa bir ikkita odamni o'ldirishga yetadigan qurolni qo'lga kirita olasiz. Boshqa payt M106 ham tushib qolishi mumkin. Menimcha juda ham zo'r. Krislar uchun ajoyib tema. Keyingisi uchinchi yangiligimiz samolyot uchish animatsiyasi. Keyingi sezonda bunaqa poyezdli ajoyib rejim bizni kutyapti. Video davomida ko'ramiz. Unda bunaqa samolyot uchish effekti qo'shilar ekan. Hozircha ovoz effektlari yo'q, lekin ko'rinishi yomon emas, chiroyli qilib ishlangan. To'rtinchi yangiligimiz esa xaritamizning ko'rinishi. Xaritamiz bo'ylab mana bu sariq narsalarda poyezdlar yuradi, tepadagi ko'k joylarda esa asosiy eventlar bo'ladi. Hozir o'sha joylarga tushib, qanaqa o'zgarishlar borligini birlikda ko'rib olamiz. Xolos, mana shunaqa xarita bo'lar ekan. Bo'lmasam keyingi 5-yangiligimiz asosiy eventimiz. Asosiy eventimiz ikkita bo'ladi. Bittasi mana shu shooting range pastda va bittasi fermada bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy eventimiz hozirgi o'sha vaqtli rejimimizga o'xshab ketadi. Faqat osmonda emas, bu yerda bo'ladi. Uylarini ko'rinishlari deyarli bir xil, qurilish joylari va mana eventimizdagi o't o'lanlar ham o'xshab ketadi, bir xil qilib yasashgan. Mana bu tushayotgan joyimiz o'sha poyezd to'xtaydigan maxsus vokzallar stansiyasi. Bu joyda poyezd chaqirsak bo'ladi va poyezdga o'tirib minsak ham bo'ladi. Video davomida ko'ramiz. Undan oldin mana shu eventimizni bir ko'zdan kechirib o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Deyarli bir xil mana. Mazza qilib otishsalar ham bo'ladi, kirsalar ham mazza qilib yashinsa bo'ladi. Chiroyli, bahaybat, normalniy event keyingi sezonda qo'shilar ekan. Minus tomoni samolyot uchadigan joyda bo'lmas ekan. Hozirgi rejimimizda masalan samolyot qayerdan o'tsa, o'sha joyda event bo'ladi. Bunda esa o'sha shooting bilan fermada bo'lar ekan xolos. Eventimizda lootlar yetarli. Mana bu tepadagi sariq joy bilan pastki asosiy qismlar bo'ladi. Pastdagi joyda o'sha poyezd chaqira olamiz. Tepadagida esa normalniy komandamizga yetadigan loot qo'lga kirita olamiz. Mana bu yerda lift bo'ladi. Liftni to'xtatamiz va ikkinchi etajga chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqqanimizda esa o'sha maxsus mana bizni lootli yashillik kutib olyapti. Otsak ichdan normal, endi AVM boshqa narsalar chiqmaydi. AVMli drop o'sha pastga maxsus poyezd chaqiradigan joyda bo'ladi. Bu yerda faqatgina avuk, M106lar chiqadi xolos. Mana bu joyda open qilib turib, mana bu oynani ochib olamiz va bu yerdan dushmanlarni kritsalarcha mazza qilib o'ldirsak ham bo'ladi. Yashinish uchun juda ham zo'r joy. Xo'p, bo'lmasam asosiy eventimizni ko'rib chiqdik. Endi 6-yangiligimiz maxsus uchish moslamasini ko'rib chiqamiz. Keyingi sonda Titanlar jangi deb nomlangan anime bilan hamkorlik bo'ladi va o'shandagi maxsus devorga bunaqa tirmashib chiqadigan maxsus moslamani ham o'yinga qo'shishadi. Mana hozircha bu o'sha uchadigan narsani qo'yib qo'yishgan, hali unga skinni tayyorlashmagan. Shuning uchun ko'rinishi boshqacha. Mana bu videoda ko'rishlaringiz mumkin. O'sha Fortnite o'yinidan olingan xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qo'lida lezviyali qilichi bo'ladi va moslamasining ham ko'rinishi mana shu tarzda bo'ladi. Beta versiyamizda hali buni ustida to'liq ishlashmagan, lekin ko'rinishi shu bilan bir xil bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, lezviyasini ham chiroyli ishlatyapti. Dushmanga lekin katta uron bermaydi. Atak yomon emas. O'sha titanlar jangi bilan bir xil qilib ishlashgan va devorlarga tirmashib chiqish uchun juda ham zo'r
o'sha moslama bo'ladi. Yorib qo'yishga mana qo'yish mumkin. Juda ham uzoqqa uchib borsak bo'ladi. Endi esa 7-yangiligimiz maxsus shprits bo'ladi. Bu shprits orqali biz o'zimizning personajimizni bahaybat titanga aylantira olamiz. Animedagi nomi Titan bo'ladi, biladi. Tak mana shunaqa gigantlar bo'la oladi, mana ko'rishlaring mumkin. Shu tarzda yugura olamiz va boshqa titanga aylangan o'yinchilar bilan urusha olamiz. Uni mushlasak bo'lar ekan. Atak bot-modlarni ezib o'ldirishimiz anchagina qiyin bo'ladi. Va titanning joni unaqangi darajada katta bo'lmas ekan. Hozircha beta versiyamizda shunaqa. Va mana bu personaj bo'lmaydi. Animedagi o'sha titanlarda personaj bo'ladi. Eren Yeager, o'sha boshqa titanlarga o'xshab skilllar qo'shishadi. Ukolda ishlatganimizda o'sha titanlarga aylanib qolamiz. Va pastdagi maxsus tugma orqali yana o'zimizni normalniy personajimizga qayta olamiz. Mana titanimiz havoda yo'q bo'lib ketadi va yana 1 daqiqadan keyin titanga qaytib aylana olamiz. Endi esa 8-yangiligimiz poyezd chaqiradigan joyimiz, ya'ni stansiyamiz, vokzalimiz. Mana oldiga kelamiz. Maxsus uskuna bor. Oldiga kelib open qilamiz va poyezdimiz yurishni boshlaydi. Mana uzoqda to'xtab turgan poyezd sekin kelyapti. Ovozlari bor, patakish qilib kelyapti. Mana juda ham chiroyli, normalniy, prikolniy poyezd. Mana bu yerdagi uskuna maxsus batareykani olib yerga qo'yadi va poyezdimiz keyin aktivlashadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Animatsiyalarni, boshqa narsalarni zo'r ishlashgan. O'ta go'zal. Mana qo'yapti, qo'ygandan keyin bo'ldi. Poyezdimiz aktivlashadi va mana shu batareyka ichidan eventimizdagi asosiy lotni qo'lga kirita olamiz. Ya'ni o'sha maxsus o'zini qutqaradigan narsa, AVM, boshqa zo'r dropni beradi. Mana ko'rishlaring mumkin. 416 folka bergan va o'sha devorga tirmashib chiqadigan uskuna ham bor. Mana o'sha buni zaryad to'lib qoldi. Bu uskunamizda zaryadi ham bo'ladi. Buni oq narsa quvvati o'sha tugab qolsa, devorga o'sha tirmasha olmaysiz. Qancha ko'p ishlatsangiz, uni o'sha benzini, ya'ni metani tugab boraveradi. Endi esa poyezdimizni ichini ko'rib chiqamiz. Ichida qiziqarli boshqa narsamiz yo'q. Mana bu yerda ham maxsus narsa bor. Mana bu yashigi bor. Har bitta bekatga to'xtaganimizda mana shu yashikda ichidagi lootlar yangilanib boraveradi. Mana eslab qo'yinglar, mana shu dropda hozir mana ikkinchi daraja bitta boshqaruv bo'limi va tomi bor xolos. Unaqangi katta poyezd emas. Просто uzoqda yaqin qiladi xolos. Mana hozir birinchi bekatimizga kelyapmiz. Bekatlarimiz o'sha to'rtburchak bo'lib qolgan joylar, mana bekat. Keldi bo'ldag'i ma'lum bir muddat ichida poyezd to'xtab turadi. Dushmanlar bo'lsa, dushmanlar bilan otishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'sha qanaqadir ovoz chiqadi va o'rtadagi mana bu dropimiz yangilanadi. Oldiga borsangiz, mana o'sha aptechka pullar qo'shilgan va ichidagi qurollar ham o'zgarib qolgan bo'ladi. Xullas, shu tarzda har bitta bekatga to'xtaganda tugamaydigan loot olsak bo'ladi, dushmanlar ham ko'p bo'ladi va oxiri o'sha fermaga borib mana to'xtaydi. Mana fermaga kelyapmiz. Fermada esa biz ikkinchi vokzalimiz va ikkinchi eventimizni ko'rishimiz mumkin. Mana hozircha beta versiyamizda bu joyda event qilib ko'rsatib qo'ymagan, lekin mana bu yerda ham mana katta eventimiz bor. Bu yerda ham mazza qilib jang qilib dushmanlar bilan kurasha olamiz. Xullas, poyezd stansiyasida shunaqa yangiliklar bor xolos. Endi esa 9-yangiligimiz maxsus lotereya joyi. Eventimiz o'ng tomondagi bitta uyda ichida bunaqa lotereya bo'ladi. Bu lotereyani o'ynash uchun bizda 5 ta pul kerak bo'ladi. Mana 64 ta chap tomonda ishlatsak, o'sha mana 59 ta qoldi. Ya'ni 5 ta pulimiz yetib oladi va omadimizga qarab mana bu narsani ichidan bizga o'sha maxsus drop beradi. Mana bizga hozir kaska bilan jilet tushdi. Buni uchli jilet, kaska va ryukzak berdi. Yana qaytadan o'ynaymiz, yana 5 ta pulimiz yetib oladi va yana omadimizga qarab narsa beradi, lekin beta versiyamizda hozircha buni to'g'irlashmagan. Faqatgina o'sha birinchi marta nima bergan bo'lsa, keyingisida ham mana faqatgina shlem beryapti xolos. Atak plyus ko'p bo'lsa, bemalol full branjletlar bilan, qurollar bilan chiqib ketsangiz bo'ladi. Muhimi, azartga berilmaymiz jigarlar. Biz azartga qarshimiz. Endi esa keyingi 10-yangiligimiz kartamiz bo'ylab maxsus attraksionlar ham bo'ladi. Endi birorta qiziq joyi yo'q, normal narsa yo'q. Prosta endi otish uchun va ko'ngil ochar narsa qilish uchun attraksion bo'ladi. Ichiga kirib bemalol kachilasini uchsagan bo'ladi, lekin hozircha uni animatsiyasini to'liq ishlashmagan. Bir xunuk qilib yasab qo'yishgan, shuning uchun uni hozircha sizlarga ko'rsata olmayman. Keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Keyingi 11-yangiligimiz esa kichik eventimiz. Kartamiz bo'ylab bunaqa kichik eventlarimiz ham bo'ladi. Bu yerda normalni otishib droplarni olsak bo'ladi. Kichik eventimizda ham noodatiy biror narsa ko'rmadim to'g'risi. Faqatgina o'sha uylar, ichida narsalar bor va sariq maxsus poyezdlarimiz ham mana shu joyga kelib to'xtaydi.
Video davomida sariq poyezdlar haqida gaplashamiz va bunaqa o'zimiz uchadigan yo'llar ham bor mana. Qishki muzli eventni eslasalaring, bunaqa narsa bo'lardi. Muzli eventda просто uchsak bo'lardi. Bu yerda ham mana yugurib yuradigan o'sha odamlar uchun poyezd yo'lini qo'shib qo'yishar ekan. Bu ham emas, nostalgik xotirani eslatib yuboradi. Mana shunaqangi kichik event bo'lar ekan. Mana hozir qurolsiz yugurib ko'ramiz mana. Yugurishimiz sezilashadi va uni tomonga tezroq bora olamiz. Hech qanaqangi poyezd bizga xalaqat bermaydi. Yomon emas, chiroyli ishlashgan va pastda bunaqa maxsus robot ham bo'ladi. Stansiyamizda ham bo'ladi va kichik eventimizda ham robot bo'ladi. Bu robot uchun sizga alohida valyuta kerak bo'ladi. Mana bu tepadagi narsalarni sotib olish uchun mana 11 ta alohida pulim turibdi, 54 ta alohida pulim turibdi mana. Tepadagi yangi valyutani siz poyezdda har bitta bekatga to'xtaganda o'sha inventaringizga avtomatik qo'lga kiritasiz. Lekin mana bu tepadagi 3 ta maxsus naborni sotib olish orqali hech nima olmas ekansiz. Menimcha beta versiyaga buni to'liq qo'shishmagan, hayronman. Mana hozir sotib olaman. Lekin hech balo menga qo'shib bermadi. Mana purchase qilib sotib oldim. Bir balo bo'ldi, inventarimda esa hech nima o'zgarmadi. Keyingi videolarimizda to'g'rilab qo'yishsa, albatta nimaligini bilib olamiz. 12-yangiligimiz esa kartamizda mana shunaqa maxsus havo sharlari ham paydo bo'lib qolgan. Bu orqali biz просто tak menimcha dushmanlardan yaxshinib tepaga chiqib olsak bo'ladi xolos. Mana ochamiz, ichiga chiqamiz va o'sha start tugmasini bosib sharimizni tepaga uchira olamiz. Sharimizda hech qanaqangi loot yo'q, boshqa narsa yo'q. Просто tak tepaga uchar ekan xolos. Sharda ichida qurol ishlatsa ham bo'lar ekan, lekin menimcha sharda ichida turib dushmanlarga o'q uzish juda ham qiyin, chunki masofa juda ham uzun. Mana shunaqa shar bo'lar ekan xolos. Noodatiy narsasi yo'q. Shardan tushib ketsak, sharda o'zi ham yerga tushib ketadi. Mana qurolni ushlasak bo'ladi. Bu degani qurolni ishlata olamiz. Va pastga tushib ketsak, o'zimiz o'sha parashyutimizda yerga tusha olamiz. Mana sharda oldida pastga tushish degan tugma yo'q. Bu degani xohlasang o'zing tushib ket deyapti bizga. Atak manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Mana o'zimiz tushib ketamiz va parashyutni ochib sekin mana gliderchamizda yerga tusha olamiz. Orqaga qarasak, o'sha sharimiz ham yerga tushib turgan bo'ladi. Endi esa 13-yangiligimiz kartamizdagi sariq rangli boshqa poyezdlarimiz. Bu poyezdlarimiz ham o'zini o'sha bekatida to'xtaydi. Bekatda to'xtaganda bemalol chiqib olsak bo'ladi. Buni ham ichida maxsus yashigi bo'ladi. Yashigini ochish uchun bosh qotirmani yetishimiz kerak ekan. Mana sariq narsa bitta joyga yig'ilishini kutishimiz kerak ekan. Mana bosamiz va o'sha animatsiya paydo bo'lib yashik ochiladi, lekin beta versiyamizda bu hali to'liq ishlanmagan. Shuning uchun men yashikni ocha olmadim. Poyezdimizda boshqa kabinalarga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda yotoqxonalar bor. Ketadi-yu, mana yotoqxona bor. Ikkitali yotoqxona, mana muz tomonda boshqa mehmonlar uchun qo'yishlar mumkin va bu yerda o'sha suv ichish uchun maxsus barimiz ham bor. Mana robotni oldiga kelib, qanaqadir suvni ichamiz. Katta ehtimol bilan qaysidir suv bilan hamkorlik qilib aytgan suv qo'shib qo'yishadi. Xullas, sariq poyezdlarimiz sal-pal kattaroq va kartamizni boshqa joylarda harakat qiladi xolos, uzoqda yaqin qiladi. Bemalol chiqib, poyezdda yurib, sekin o'tirib, yotib olib, kreslali qilib rankimizni ko'tarsak bo'ladi. Keyingi sezonda mana atrofni ham tomosha qilib ketsangiz bo'ladi.